Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Sahih Buxoriy keltirilgan bir qissa bilan boshlaymiz. Mavzuimizni sizlar bilan bir necha kundan beri xalqga taalluqli bo'lgan ba'zi bir kasalliklarda davosini istagan bo'ldik. Xavf, umid, hasad, orzu, havas, kibr va kervozlik degan darslarni o'qib chiqqan bo'ldik. Bugun inshaalloh Alloh taoloning bergan kuniga rozilik degan mavzuda gaplashgan bo'lamiz. Alloh nasib qilsa. Alloh subhanahu va taolo mana Qur'onda bizga bayon qilishicha, astagfirullah va kallamallohu Musa taklima deb marhamat qiladi. Alloh Musoga bevosita so'zladi. Alloh taoloning ovozini Musa alayhisalom eshitdi va gaplashganligini bilamiz. Shuning uchun Musa kalimulloh deyiladi. Shunday rivoyatlarda keladi, Musa alayhisalom Alloh taolo bilan ana shu so'zlashgan paytida, "Ey Musa, bir banda men bilan husumatlashyapti. Bir banda meni taqdirimga, meni qazoyimga norozi bo'lib, men bilan arzlashib husumatlashyapti." Deganida Musa alayhisalom bundan hayron bo'lib, "Parvardigor, seni qazoyingga kim norozi bo'ladi? Kim sen bilan husumatlashadi? Shu bandani qayerdan topaman?" deb so'radi. Ya'ni qanday bir badbaxt kishiki Alloh taoloning taqdiriga norozi bo'ladi, Allohga husumat qiladi. Ya'ni bu husumat deganda, norozilik deganda biz har narsani tushunishimiz mumkin. Bu husumat deganda, Allohning taqdiriga norozilik deganda siz bilan bizda deyarli Alloh kechirsin, har kuni sodir bo'ladi. Ko'nglimizga yoqmaydigan bir voqea bo'lsa, biz kutgan narsa ba'zida bo'lmasa, haligi ishga noroziligimiz, Alloh taoloning taqdiriga noroziligimiz ayni o'zi bo'ladi. Biz rozi emasman Parvardigor sendan bu qilgan ishim uchun demaymiz. Biz bunday deyishdan ehtiyot bo'lamiz, lekin ozgina jazavaga tushamizmi? Nimaga endi odamlarniki bo'laveradi-yu, meniki bo'lmaydi? Bizga kelganda arg'ida oqayotgan suv ham to'xtab qoladi. Biz shu tijoratga qo'l ursak, shu tijorat yo'q bo'ladi. Birodarlar, mana shu Allohning taqdiriga norozi bo'lishlik bo'ladi. Alloh taolo Musa alayhisalomga mana shunday bir banda borki, meni taqdirimga norozi bo'lyapti dedi. Va Musa alayhisalom u kishini qayerdaligini so'radi-da, u kishini istab bordi. Alloh taolo Musa alayhisalomga shu kishini turgan joyini aytib aytdiki, "Ey Musa, borib qarab turing" dedi. Norozilarimiz hayotda. Yetolmaganimizga, kiyolmaganimizga, yeyolmaganimizga, lekin ming afsus bo'lsinki, ibodatda boshqalardan qolib ketayotganlarimizga rozi bo'laveramiz. Nimadan rozi bo'lish kerak-ku, nimadan norozi bo'lish kerak, o'lchovni yo'qotib qo'yganmiz. Musa alayhisalom ana shu aytilgan joyga borganda bir daraxtga bir kishi suyalib turganligini ko'rdi. U kishining ikki qo'li ham yo'q edi, ikki oyog'i ham yo'q edi. Endi o'tiribdi desiz ham bo'laveradi, turibdi desiz ham bo'laveradi, demasiz ham bo'laveradi. Alloh taolo nima dedi? Qarab turing dedi. Kuzatib turuvdi. Bir otliq odam oldidan o'tib qoldi. Nihoyatda bir davlatmand, kuch-quvvatga to'lgan, kelishgan, masalan bir g'irchillagan payti bizlayotgandek. Haligi oyoq qo'li yo'q odamning oldidan o'tib ketayotganda qo'lidagi qamchisi tushib ketdi. Daraxtga suyanib turganiga qarab uzatib yubor dedi. Ya'ni holini ko'rib turibdi. Uzatib yubor dedi. Chunki unga doim uzatib yurganligini o'rgangan u. Doim buyurib o'rgangan, doim ot ustida yurib o'rgangan. Buyurdi. Tabiiyki, hali o'tirgan odamda oyog'i ham yo'q, qo'li ham yo'q. Uzata olmayman dedi. Nimaga uzatmaysan dedi? Ko'rib turibsan, oyog'im ham, qo'lim ham yo'q dedi. Hali otda turganga bu yoqmadi. Otdan tushdi, qamchini olib, unga yoqmagan gapni qilgani uchun rosa qamchilar urdi. Haliga sho'ring qurgur qochib ketgani oyog'i yo'q, to'sib olgani qo'li yo'q. Har qamchi yeganda o'zi odatda voydod, nimaga uryapsan? Tek qo'y meni, odamlar yordam beringlar deyish kerak. Lekin unaqa demadi qamchi yeganda. Har qamchi uni jonini achishganda, voydod, Parvardigor, tavba qildim. Endi bildim. Tavba qildim, endi bildim dedi. Bir qop go'sht uryapti, xolagancha.
Har urganda meni urma demayapti. Parvardigor, endi tushundim, tavba qildim, meni kechir deverdi. Biror marta meni urma demadi. Haligi otliq qumordan chiqib yaxshilab urgandan keyin otini minib ketdi. Haligi ta'zirini yegan shu shunchalik bir yig'lab o'tiruvdi. Musa alayhisalom oldiga keldi, aytdiki: "Ey Allohning quli, nimaga har qamchi urganda meni urmagan, Allohdan qo'rqin, voydod yordam beringlar deyishdi o'rniga esim kirdi, endi tushundim, tavba qildim Parvardigor deding." Deganda o'tiring dedi. O'tirdi Musa alayhisalom. Aytib berdi. Men tush ko'rdim dedi. Ya'ni Alloh taolo ikki oyog'ini yo'q qilgan, ikki qo'lini yo'q qilgan, hayotda mana shunday xor holatda yashayapti. Shu kuniga rozi bo'lib yashayapti. Birodarlar, e'tibor beringlar. Puli yo'q emas, jicha dardi bor emas, umuman oyoq qo'li yo'q. Shu kuniga rozi bo'lib yashayapti. Alloh menga shunda deydi, jannatni ko'rsatdi deydi. Jannatda jannatiylarga tayilgan ne'matlarni ko'rdim deydi. U yerdagi ne'matlar, u yerdagi hurlar, u yerdagi bir noz ne'matlarda zo'rligini jannatni keyin ko'rib turib, mana shunday joylar borligidan va mana shunday joylarga tushishligimni o'ylab turib, Parvardigor ikki qo'limni yo'q qilib yaratganiga ham roziman deb ordim deydi. Ya'ni shunaqa joylar bor ekan, ozgina sabr qilsam, shu dunyo mashaqqatiga bari o'ladi, to'g'rimi? To'rtta qo'li, to'rtta oyog'i bo'lganda ham odam bari o'ladi. Allohdan rozi bo'ldim deydi. Uni ketidan do'zaxni ko'rsatdi Alloh tushimda menga deydi. Do'zaxdagi azoblar, u yerdagi chayonlar, ilonlar, u yerdagi anvoy azoblarni ko'rganda shu yerga tushib qolishim mumkinligini o'ylab turib, Allohdan norozi bo'ldim deydi. Parvardigor, bu jahannamni yo'q qilmasang, men sendan rozi emasman dedim deydi. Tushida gaplashyapti. Parvardigor aytdi: "Ey, uni ham ahli bor, buni ham ahli bor." Desa, yo'q Parvardigor, ya'ni o'zini do'zaxga tushib qolishigini faraz qilib turib, do'zaxni yo'q qilmabsan, bekor yaratibsan do'zaxni dedi. Endi dedi, har qamchi urganda javob qaytarishga qurbim yetmay, jonimni o'tib ketganda, ha, o'zi do'zax ham o'zi bo'lish kerak ekan. Shunaqa odamlar do'zaxga tushish kerak ekan deb har qamchi yeganimda Parvardigorim hakim ekanligini tushundimda, Parvardigor, rozi bo'ldim. Tavba qildim, endi tushundim deb rozi bo'lgan ekan birodarlar. Aytmoqchi bo'lganimiz, Alloh taolo bu dunyoda mahluqotlarni yaratar ekan, odamlarni yaratar ekan. Fariqun fil jannati va fariqun fis sa'ir. Insonlarda bir toifasi jannatda bo'ladi va bir toifasi jahannamda bo'ladi dedi. Albatta dunyoda oq bo'lmasa qorani qadriga yoki qora bo'lmasa oq qadriga yetilmaydi. Hamma bir xil yaxshi bo'lib ketsa ham, bu yomon bo'lmasa yaxshining qadriga yetilmaydi. Kimdir Fir'avn rolini o'ynash kerak edi birodarlar hayotda. Kimdir Musa alayhisalom ishini bajarish kerak edi. Alloh taolo hammaga sochib qo'ymadimi bu narsani? Ixtiyorni berdiki, qaysi rolni o'zing tanlaysan. Va jahannamda ham o'zining ahli bor, jannatni ham o'zining ahli bor. Hayotda ba'zi bir bizni ko'nglimizga yoqmaydigan, biz kutmagan, ko'nglimizga o'tirmaydigan ishlar sodir bo'lganda shikoyat qilib, qiylanib ketdim. Qachon tugar ekan deb birovga dardimizni aytishdan burun bir qator o'ylab qo'yaylik. Alloh taoloning bu taqdiri bu. Rozi bo'lsangiz ham shukur, rozi bo'lmasangiz ham shukur. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Hayotingizda bir ish sodir bo'lsa deydi Alloh taolo, sizlarga yoqmaydi. Ehtimol shu yoqmagan narsaning orqasida bir yaxshilik bordir. Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalom qissasini eslaylik-da. Musa bilan Xizr kemaga chiqishdi. Şükür. Neredesin şu? Kemachini mana Xizr alayhisalom keman tagiga tushdi, kemani teshib qo'ydi. Kemachi uchun chiqim bo'ldi. Esalom nariga sohilga yetib oldi-da, endi nima bo'ldi? Bizga chiqim bo'ldi, zarar bor deb turgan paytda mana Xizr alayhisalom aytdi. Ana shu narigi sohilning podshohi
o'shaga borgan sog' kemalarni tortib qo'yapti. Endi buni kemasi borganda teshikligini ko'rib turib, bu teshik kemani nima qilaman dedi-da, egasiga qaytarib qoldirib berdi. Lekin teshilgan mahalda kemani egasi nima oldi? Xafa bo'ldi. Uchinchi oyat aytayapti, bir ish sodir bo'lsa, ehtimol sizlarga yoqmas deydi. Lekin ehtimol orqasida bir yaxshilik bor deydi. O'sha qo'shlar yo'qmi? Kichkina qorani. Bo'ladi. Mana birodarlar, Ramazon oyida o'tirib hammamiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Bu shunday bir mavsumki, bu mavsumda olib qolishni kerak. Qora suvchilarda sezoni boshlangan. Mana shu sezon avjiga chiqqan mahalda bir odam bir oyga Issiqko'lga dam olgani ketib qoladigan bo'lsa, bu odamni aqlli odam deya olmaymiz. Chunki boshqa oyda 6 oy dam olishi mumkin, lekin ana shu ayni sezon bo'ladigan, pul topadigan mahalda dam olgani ketib qoladigan bo'lsa, bu odamni aqlli deya olmaymiz. Hozir birodarlar, mana shunday bir savoblar olib qoladigan bir sezon. Televizor ko'rgani shoshilmaylik, Qur'on o'qiylik, ko'p uxlamaylik, mana domla o'tgan safar aytib, ko'p yemaylik, ibodat qilaylik. Bu olib qoladigan payt. Bu oyda sunnat bo'lgan amallar farz o'rnida o'tadi. Farz bo'lgan amallar necha barobar? 70 barobar ko'p savob beriladi. Mana shunday bir fursatdan foydalanib qolishimiz kerak bo'ladi. Shunday bir g'animat kunlar. Tirik ekanmiz, qadriga yetmaymiz, o'lganimizdan keyin qadriga yetamiz. Mana inson o'lganda hammasi pushaymon ishini aytganmiz. Mo'min odam ham pushaymon edi, kofir odam ham pushaymon edi. Kofir dunyoda mo'min bo'lmaganiga pushaymon esa, mo'min odam ko'proq ish qilmaganiga pushaymon edi. Mana eslaylik, bir kishi o'lishidan oldin ya laytahu kana tawilan, ya laytahu kana jadidan, ya laytahu kana kamilan deb jon taslim qildi. Ya'ni qaniydi uzunroq bo'lsa, qaniydi butun bo'lsa, qaniydi yangi bo'lsa dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida edi bu. Borib aytishki, "Ya Rasululloh, bir odam mana shu 3 ta gapni aytib o'ldi-ya, bu gapini siri nima?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ana shu kishi tiriklik paytida uyiga bir tilanib kelganida yarim tanoni olib chiqib sadaqa qilib bergan edi. O'lishligidan oldin tili so'zdan qolmay turib, yarim tanonga beriladigan ajrni, oxiratdagi ajrni ko'rsatib qo'yganda, yarim tanonga shuncha mukofot katta beriladimi? Qaniydi butun bo'lganda shu non, ya laytahu kana kamilan deb oldi. Bergan, lekin butun bo'lmaganiga pushaymon yapti. Kunlardan birida shu kishi dedi, bir ko'zi ko'r odam, omi odam ko'chada yo'lini topolmasdan turgan paytda 5-10 qadam yetalab yo'lga solib qo'ygan edi. Shu 5-10 qadam yetalab qo'yganligini mukofotini ko'rsatganda Alloh taolo o'lmay turib bu. Ya laytahu kana tawilan. Qaniydi uzunroq bo'lganda shu yo'lda bordi. Va kunlardan birida bir tilamchini olib kelganda ustidagi bir eskiroq yaxtagini olib kelgizib o'rgan edi. Ana shu eski yaxtakka beriladigan ajrni ko'rsatganda qaniydi yangi bo'lsa devordi. Qaniydi 11 gacha emas 12 gacha namoz o'qiganimizda deydigan bir kun keladi birodarlar. Qaniydi shu qurib ketgan televizorni o'chirib qo'ygan bo'lganimda deydigan kun keladi birodarlar. Fursat, momenti kelyapti birodarlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular vaqtidan juda chiroyli foydalangan. Momenti kelib qolganda shuni urib qolishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda bir aytdiki, meni ummatimdan jannatga 70 mingta kishi hisob-kitob qilinmasdan kirib ketadi dedi. Ya'ni qiyomat kuni tiriladi, to'g'ri kirib ketadi. Sirot, savol-javob, tarozi, kitob degan narsa yo'q. Tiriladi, jannatga kirib ketadi. 70 mingta odam dedi. Shunda sahobalardan Ukkosh roziyallohu anhu shunday turibda, "Ya Rasululloh" deb momenti kelib qoldi. "Duo qiling, men o'shalardan bittasi men bo'lay" dedi, "Siz o'shalardansiz" dedi. Ikkinchisi turdi. "Duo qiling ya Rasululloh, men ham o'shalardan bo'lay" dedi. "Bu birodar sizdan o'zib ketdi" dedi. Bo'ldi. Urildi. Endi qaytib berilmaydi bu yerda. Ya'ni nima qildi bu? Momentida, fursatida, sezonida urib qoldi. Birodarlar, Ramazonda turibmiz. Mana shuni urib qoladigan payt.
Alloh biladi, Ramazon oxiga kim yetadi, kim yetmaydi. Dunyo ishini obod qila olmayapmiz, tugab ketmayapti dunyo ishi. Ro'z g'or birodarlar. Uni birov to'lg'iza olmagan. Rozi ham bo'lgan emas bu dunyo hech kimdan. Zulqarnaynlar qo'lima chiqarib qo'yiladi degan tobutimdan. Ko'rsin odamlar nima bilan ketayotganini degan. Biram-biram jahongirlar, biram-biram dunyoda so'ragan podshohlar o'tdi. Nimani olib ketishdi? Ana shu fursatida urib qolgan ishlarda yana bittasini aytib beraman inshaalloh. Mana shu bilan vaqtimiz ham bo'lib qoladi. Uzun bu qissa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bu jannatga oshiqlar degan bir qancha bir darslar bor, silsila, shulardan bittasi birodarlar. Jannatga oshiqlar qana bo'lgan. Biz agar jannatga oshiq bo'lsak, mana bu Ramazon oyi oshiqlarning oyi birodarlar. Ishlab qoladigan oy. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzuriga bir yetim bola keldida, "Ya Rasululloh" dedi, "Qo'shnim bilan o'rtamizda devor yo'q edi." Sahih Buxoriyda kelgan birodarlar. Qo'shnim devor tortdi o'rtadan deydi. Bitta xurmo daraxtim qo'shnining devor orqasiga o'tib ketdi. Shu xurmoyni olib bering deb keldi. Yetim bola keldi. Yetimni molini zulman yeyotganlar qorniga jahannamning o'tini yeyapti degan mazmunda oyatlar bor birodarlar. Atrofimiz bir qaraylik-da, biz yemaganmizmi yetimni molini? Har bittamiz so'rab kelaylik o'zimizga. Yo'q, men yemaganman deymiz. To'g'rimi? Otasidan ayrilib, sag'ir bolalar bilan qolgan tul xotin ihson qilganda borib yeganmizmi, yemaganmizmi? Har kim o'zi bilsin buni. Yetimni molini yeyish emasmi bu? O'zi boquvchidan ajralib, u bechora juvon katta bolasi 10 ga kirgan, 15 ga kirgan, endi nima tirishga o'tkazaman deb o'ylanib turgan paytda mahallaning bir ikkita esliklari bo'ladi. Endi uyat, ehson qilmasangiz, el yurtni oldida, deydida bir ikkita maraz xotin bo'ladi, ikkita maraz erkak kishi bo'ladi. Bor o'zi holi yo'q, qiyin sharoiti yo'q, lekin ana shu odamlarni yuzidan o'ta olmasdan, odamlar oldida gap bo'lmaydi deb nima qiladi? Ehson qiladi. Yo'qmasa bunaqa odamlar atrofimizda. Birodarlar, ehsonga deganda hap tekin bo'lib qolib deb ketavermasdan sal qaraylik. Agar mahallani bir oqsoqoli bo'lsak, mahallada biz gapimizga xulosa olishadigan bo'lsa, boquvchi ajralgan oilaga borib aytaylik, "Ey singlim, yoki opa, siz ehson qilmang, sizga buyurilmaydi. Biz sizga ehson qilishimiz kerak. Sizga dasturxonchi kerak, berib ketmasdan qonimizni mo'rsaytirib" deydigan odam bo'lish kerak. Yetimni molini ishi deganda albatta uni borib turib tortib olib ozdagi nonini yeb, yo pulini olib turib kidatib yuborishmas akalar. O'zi muhtoj bo'lib, ehson talab bo'lib turgan oilani borib dasturxon to'risida o'tirib, qorinni mo'zaytirib, durron chekizga chiqib kelishi yetimni molini ishi emasmi? Shu davrda gapiradigan, shu so'zni gapiradigan vaqtlar ham yetib keldi shekilli. Bir 10 yil burun gapirsangiz yetimni moli haqida har xil laqablar bilan laqablashgan. Yo bo'lmaganmi bu davrlar? Bu vahobiy ekan deyilganmi? Yetimni molini yeb olmaydi desa, yomon ko'rganmi ba'zi odamlar? Birodarlar, alhamdulillah zamonamizda odamlar ancha-muncha ilmdan xabardor bo'lib qolgandan keyin bid'at nima, shirk nima tushunib qoldik. Otasidan ayrilgan, yetim qolgan bola-chaqani borib ehsonni yeyishlik, birodarlar, ehtiyot bo'laylik bu narsalar. Endi nima deydi? Ha, endi deydi, umid qilib dasturxon solib qo'yibdi-da deydi. Biz bormasak kim edi? Sen bormaydi qilmas edi bu. Senga o'xshagan ikkita eslik, nafsi ochobod bo'lgan bola aytmaganda qilmas edi u. Otini sotgandir, molini sotgandir, yo'q qarz olgandir. Uyatda endi bormasak. Biz bormasak kim boradi? Xo'p, ehson qilsa sen borma, shunga o'xshagan yetimlar borsin. Men qoli qoladim shunaqa ehson qilgan odamga. Agar mahallani faqat kambag'al bechoralarni chaqirib ehson qilib berganda, men afsus bo'lsinki, ular chekada qoladi. Rasululloh nima degan? Eng yomon dasturxon kambag'al bechoralar qolib, boylar o'tirgan dasturxon deydi. Yetimni muammosi turibdi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib, meni dedi, shu xurmoni qaytarib olib bering dedi. Muammo katta. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali qo'shin chaqirtirib keldi. Zamoni saodatda yashaydi birodarlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'radi. Payg'ambarimiz ovozini eshitadi. Qo'lini qo'liga berib ko'rishadi. Shunaqa zo'r zamonda yashaydigan odamlardan bittasi Alloh hidoyat bermasa qalbi marazligicha turaverar ekan. Keldida, "Ey falonchi" dedi Rasululloh. "Bu yetimni daraxtni qaytarib ber o'ziga" dedi. Sahobalar "Bi abi anta va ummi ya Rasululloh" deyishgan. Pulim fido bo'lsin, jonim fido bo'lsin, mashinam fido bo'lsin demagan. Insonning eng aziz kishisi otasi bilan onasi. Xotinni ham, bola chaqani ham topsa bo'ladi.
lekin ota-ona topilmaydimi? Eng aziz bo'lgan ota-onam siz yo'lingizda fido bo'lsin. Sizni shunaqa yaxshi ko'ramanki, ota-onamdan ham ustun ko'raman. Hatto o'zimdan ham ko'proq yaxshi ko'raman degan sahobalar. Tomdan tasha desa sahobalar ikkilanmasdan tashagan. Dengizga sho'ng'ila desa bir og'iz gap uchun borib uni fido qilgan sahobalar. Payg'ambarimiz shunday yaxshi ko'rishgan. Payg'ambarimiz bir og'iz gapiga haqqini ishga tayyor turgan sahobalar. Endi haligi odam chaqiribdi, "Ey falonchi, yetimda vaqtni qaytarib ber" desa, "Yo'q" deydi. Biz nimamizni berardik Rasulullohni bir marta ko'rishlikka? U buyrug'ini bajarishni qo'ying. Rasulullohga shunday bir yuzga bir marta qarashlikka nimamizni berardik? Har kim ichidan nima o'tgan bo'lsa, o'zi biladi. Rasulullohga bo'lgan muhabbati qanchalik bo'lsa, borini berardim deydi. Yo'q emasmi? Rasulullohning gapini yerga qo'yapti. Yo'q deydi. Bermayman deydi. U davrda yashab turib, bunaqa kofir bo'lib yashagandan ko'ra hozir iymonli yashagan odamlar baxtli ekan-a? Yo'q deydi, qilmayman deydi. Falonchi, bu yetimni molni qaytarib ber desa, yo'q deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni bu o'jaligini ko'rib, yetimni daraxtni qaytarib berishning shavqida, falonchi deydi. Agar sen daraxtni qaytarib bersang, senga jannatdan bitta xurmo va'da qilaman deydi. Ya'ni jannatning biletini shunday beryapti. Jannatiy bo'lasan deyapti. Jannatda bitta xurmo beraman senga. Va'da qilaman deydi. Yo'q deydi. Chunki birodarlar, bu yerda naq bilan nasiya muammosi turibdi. Bizda ham shunaqa. Cho'ntagimizdagi 50 so'mni 10 so'm berib olgan bo'lsa, nasiya olib ketdi u. Birodarlar, nasiya degani cho'ntagimizdagi. Ishonaveringlar, hozir o'lsak, yer betidagi hamma narsamiz nasiya bo'ladi. Xuddi kecha ko'rgan tushimiz bilan kecha bo'lgan ish bir xil bo'lib qolyaptimi hozir? Ularda naqi bilan nasiyasini farq qo'ygan. Bizning sahobalardan farqimiz ham shunda. Ular oxiratga o'tkazgan naq deb bilgan. Abu Dardo roziyallohu anhu aytdi, mana katta puldor bo'lgan. Iymonni mazasini tushunib qo'ygandan keyin shu faqirroq yashagan ekan. Ximsga vali bo'lib turganda mehmon boradi uyga. Gubernator bitta viloyatda valisi. Kechki ovqatni berib 3 ta mehmon, 4 ta mehmonga yotar mahalda yaxshi yotiblar deb chiqib ketadi uning xonasiga. Valiyning uyi. Yopingan hech narsa bermaydi. Tayyor o'tirgan to'shagi bor. Mehmonlar kutishadi, yopinchi beramikin deb Shom, Suriya bizga o'xshagan kechpaytda salqin bo'ladi, kunduzi suv bo'ladi. Bittasi chiqib men so'rayman dedi-da, qarasa Abu Dardo o'tirgan hujrada ham yopinchig'i yo'q bo'ladi. Egarga qo'yib boshini otadigan odamlar bo'lganda ular. Chaqirib aytadiki, uy jihozlari yo'qmi deydi. Vali birodarlar. Vali. Bizni deydi oyoqda bitta uyimiz bor deydi, o'sha yoqqa jo'natyapmiz deydi. Xo'p deydi. U yoqda uyingiz bo'lsa, menada ham uyingiz bor, bu yerga manchimcha jihoz kerak-ku desa, hay to'g'ri aytdingiz. Lekin Rasululloh bizga shunday nasihat qilganki, narigi uylarga yetishlikda o'rtada bitta bir dovon bo'ladi, perival bo'ladi. Yukinglar qancha yengil bo'lsa, shuncha oson chiqib ketasizlar degan, o'sha yoqqa o'tkazyapmiz degan. Mana shunday kishilar bo'lgan. Ularda naqi naryoq bo'lgan, nasiyasi bu yoq bo'lgan. Naq xurmoni va'da qilsa, unga nasiya unamaydi, yo'q deydi. Birodarlar, jannatdagi bitta xurmo. Endi shu yerdagi bitta pauzani bosamiz. Musa alayhisalom Alloh taolodan so'rar ekan: "Parvardigor, jannatda sendan eng kam oz ne'mat olgan bandang nimalarni oladi?" Hali hech narsa tegmaganiga nima aytadi deganda, Alloh taolo shuni bir bayon qilgan ekanki, Alloh taolo jahannamda azoblanayotgan bir bandani Allohga yolvorar ekan, "Rasa meni do'zaxdan chiqargin, qaytib hech narsa so'ramayman, faqat azobdan qutqazgin" der ekan. Alloh labbay deb uni do'zaxdan chiqarib, jannat bo'lmagan joyga qo'yib qo'yar ekan. Shu banda aytar ekan, "Menga Allohning eng katta marhamati bo'ldi." Haqiqatan shunaqa bo'ldi. Abadiy qolib ketishi mumkin edi. Chiqarib qo'ydi, "Parvardigor, roziman, men hech narsa so'ramayman sendan." Bo'ldi der ekan. Qalbiga pechat turib, tiliga pechat turib, rozi bo'lib turar ekan. Shunda Alloh taolo hali bandasini erkalatib, jannatdan bitta xurmoni chiqarib ko'rsatib qo'yar ekan, u ko'zi ko'radigan joy qo'yib. Hali banda bir dona xurmoni ko'rib turib, Parvardigor o'shini ber der ekan. Parvardigor shuni ber, boshqa hech narsa so'ramayman. Banda so'ramayman deganding-ku. Banda aytgan, Parvardigor shuni ber, boshqa so'ramayman, va'da berar ekan. Alloh taolo berar ekan uni. Endi jannatdan chiqqan bitta xurmoni ta'di yotibdi. U jannat xurmosi birodarlar, uni hidi, harorati, ta'mi, salqini u bu dunyodagidek bo'lmaydi. Bizning tilimiz ojiz unga.
Banda endi rosmoni niyat qilib, endi hech narsa so'ramayman deb turganda Alloh taolo boshqa undan ko'ra chiroyliroq bitta daraxtni ko'rsatib qo'yar ekan ko'ziga yana. Banda yana ta'maga tushib qolar ekan, Parvardigor o'shini ham berdir ekan, qaytib so'ramay hech narsa der ekan. Parvardigor yana eslatadi. Parvardigorimiz Karim zot birodarlar. So'raylar dedi Rasululloh. Sizlar so'ralib malollanib ketasizlar. Parvardigoringiz malollanmaydi deydi. Bandasidan so'raganimizni yomon ko'radi bizni. Parvardigorimiz so'ramay qo'ysa yomon ko'radi. So'rash nima? Bu pastlik, xorlik. Allohdan so'rayotganda Allohning oldida xorligimizni, pastligimizni tan olishimiz bo'ladi. Bo'ldi, menga hech narsa kerak emas, so'radigan hech narsa qolmadi. Demaylar birodar, har qancha dunyoda zo'r bo'lib ketgan bo'lsa. Hali ko'p so'raladigan narsa. Parvardigor Karim berar ekan o daraxtni. Endi bo'ldi der ekan. Endi hech narsa so'ramayman, ikkita daraxtni oldi. Alloh taolo bandasini erkalatib, undan ham chiroyli 3-daraxt ko'rsatib qo'yadi deyiladi. Hadislarda kelgan bu. Bandani erkalatyapti. O'zi dozvatdan chiqqan shu sharaf edi. Uni ham berar ekan. Endi haqiqatan so'ramayman deb turganda Parvardigorim, bu qanaqa savol-javob bo'lyapti? Jannatdan hech qanaqa ne'mat olmagan bandaga nimani berasan degan savolga javob ketyapti. 3 ta xurmo daraxtini olib maza qilib turganda Parvardigor azza va jalla qizil oltindan bo'lgan jannat darvozasini ko'rsatib qo'yar ekan. Zirasini uzugini emas, darvozasini qizil oltindan bo'lgan. Banda nima deydi? Banda nima deydi? Banda ber deydi-da, Parvardigor ber deganni yaxshi ko'radi-da. Eshigiga boray qaytib so'ramayman derkan Alloh unga ham ruxsat berar ekan. Jannat eshigiga borib, endi hech narsa so'ramayman deb turganda Parvardigor jannatning hidlarini, jannatdagi ovozlarni ko'rsatib eshittirib qo'yar ekan. Endi bu yoqdagisi hech narsa olmay qolyapti birodarlar. Bu ertaga bo'ladi biz uchun. Ehtimol bomdodda bo'ladi, ehtimol bir oydan keyin bo'ladi, lekin bo'ladi birodarlar. O'lamiz hammamiz. Mana shu yuqsirab o'tirganimizga xursand bo'lamiz o'sha kunda. Borib yonboshlab televizor ko'rganimizga xursand bo'lmaymiz. Sezon birodarlar. Hozir boshqa shaqqa o'tib ket demanglar, oboraman boyagi shaqqa hozir. Moniga tugatib qo'yaylik. Parvardigor kirar ekan. Parvardigor kirdir ekan. Kirganda unga mana shu dunyoga 10 barobar katta keladigan jannat berilar ekan. So'radir ekan Alloh. Yana Manavi senga, manavi senga, manavi inson to'xtab qolar ekan aqli. Nima so'rashni bilmay qolar ekan endi. Banda rozi bo'ldingmi der ekan. Parvardigor aqlim yetmay qoldi, roziman deganda senga yana shuncha 10 barobar narsani berar ekan. Shunda Musa alayhisalom Parvardigor bu jannatda hech narsa olmagan banda shuni olsa, sal ko'proq narsa olgan banda nimani oladi deganda, uni hali ko'rgan ko'z, eshitgan quloq yo'q, insonda aqli bovar qilmaydi. Bitta xurmoni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hali fosiqqa nima qilyapti? Tortiq qilyapti. Yo'q deydi. Yo'q deyapti. 50 ta so'm bilan kimdir jannatga kirib ketishi mumkin. Ehtimol 1 so'm bilan kirib ketishi mumkindir. Bu kim beradi Allohning yo'lida 1 so'mni birodarlar? Oxiratga aniq ishongan odamlar, chunki olaman deb biladi. Agar oxiratga ishonmasa albatta bermaydi. Agar bera olmayotgan bo'lsa, demak ishona olmayapti. Shunda tupi yo'q qoldi birodar. U jannatni biletini olmayapti, Rasululloh taqdim qilyapti, yetim haqqini berdi turibdi. Haligi 70 mingta sahoba musulmondan 70 mingtasi hisob-kitob surkilgan bittasi urib qoldimi? Yana shu moment kelib qoldi. Ana Abu Dahda ismli sahoba bor tashlab turdi, "Ya Rasululloh" dedi. "Agar men" dedi, "o'sha xurmoni olib yetimga qaytarib bersam, o siz va'da qilgan jannatli xurmo meniki bo'laveradimi?" dedi. Dedi, "Ha" dedi. Endi qarab turing. Haligi nasiyani naqqa almashtirmayotgan yoki naqda nasiya almashtirmayotgan fosiqqa kelib turib, bitta xurmoga 5 ta xurmo beraman desa ham berar edi u. U materialist edi u. 10 ta beraman desa ham berar edi. Lekin yo'q deb olmasin, shu jannatdagi xurmo qo'limdan chiqib ketib qolmasin deydi-da, "Ey falonchi" deydi. "Meni taniysan-a?" deydi. "Men taniyman." "Bog'imni ham bilasan-a?" deydi. Bog'ni gapiryapti, yarim bog'ini 4dan biri buni emas. Butun bog'ini gapirib aytadiki, "Bog'imni bilasan-a? Madinadagi eng sermeva, eng yosh kuchga kirgan bog' seni bog'ing" deydi. O'sha bog' deydi.
Yonboshiga qo'rg'on solib qo'yganman, bilasana deydi. O'sha qo'rg'on deydi, senga deydi. Daraxtni menga ber deydi. Bori budini beryapti. Chunki dunyodagini nasiya deyapti, oxiratdagini naq deyapti u. Qo'l qoqishdi. Xurmo o'tdi bunga, bog' uy bunga o'tdi. Ular yuragini, quvvatini qarang. Ertaga nima qilaman demagan ekan, qarang ular. Un qimmatlab ketdi, endi nima qilarkimiz demagan ekan, birodarlar. Tirikmisizlar, rizqinglar bor, yeysizlar o'sha unni. $2000 bo'lganda ham. G'am qilyapmizmi, un qimmatlab ketdi. Vahimaga tushib ketyapmizmi? 5-6 litr olib qo'yaylik uni deb. Bizi iymonimizdagi halol bu. Val qadaru xayrihi minallohi sharrihi minallohi ta'ala degan joyimiz qani? Qadarni yaxshisi ham yomoni ham Allohdan degan joyga iymonimiz qani? Islomda bir voqea bo'lgandi. Bir hoji aka bomdodni o'qib chiqib, bir nonushtaga chiqib, "Qani o'tiringlar, bismillah, olinglar" deganda to'yga. Nonda bir tishladi-yu, o'sha yerda joni uzildi. Bo'ldimi shu? Og'zida bir tishlam non qolib ketdi. Birodarlar, shu tishlam non rizqida yo'q ekan, tishlovda ham og'zdan chiqarib olib qo'yishdi dunyoda. U bosib qo'ygan uninglar, bosib qo'ygan pullar Alloh biladi kimlarga nasib qiladi. Xotirjam bo'laveringlar. Hech g'am qilmanglar, yo'q uning qimmatlasa, yo'q qimmatlasa. 1 metr qor yog'uvdi, o 2 yil, 3 yil burun. Qushlar o'lib ketmadi-yu qishda. To'g'rimi? Rizqi bor yashaveradi biroq 2 metr qor yog'sa ham. Xotirjam bo'linglar. Qani bizning iymonimiz? Qo'lda qoqdi. Endi bitta muammo turibdi. Uyda kim bor? Ayoli bor. Yutdi. Endi uyga borib turib, "O, ummu dahdah" deb chaqirib qoldi. Ayol hayron bo'ldi. Bu o'zining uyiga chaqirib kelyapti-ya, tinchlikmi? Chiquvda, "Chiqinglar" dedi. "Uyni sotdim" dedi. "Sotdingizmi? Yaxshi pulga sotdingizmi? Ha, nima, qanchaga sotdingiz?" "Ko'chadan keluvdingiz, qani mashinangizda bittasi Alloh yo'lda so'radi, berib yubordim" desa, bilamiz bizkilar nima muomala qilishni. Chunki biz shunaqa ayollarga loyiqmiz. Biz shunaqamiz o'zi. U sahobaning xotini edi u. Ular tarbiya topgan edi. Rasululloh madrasasida o'qishgandi ular. "Qanchaga sotdingiz?" dedi. "Payg'ambarimiz jannatdan bitta xurmo va'da qiluvdi, almashtirib yubordim" dedi. U xotinni ham qarang. "Yutibsiz savdo" deb Abu Dahdah dedi. Bola chaqasini yetalab chiqib ketdi. Uy o'tdi, xurmo egasiga qaytdi, bu kishi jannatda xurmoga ega bo'ldi. Momenti keldi, sezonida urib qoldi. Savol. Bitta savol turibdi hozir. Necha yil bo'ldi shu ishga? 1,5 yil. Ramazon turib 1,5 o'raylik. Ramazon oyida turibmiz birodarlar. 1,5 yil bo'ldi. O'sha xurmo daraxti bormi hozir? Bir dona sportniy bo'lgan? Bormi? Yo'q. Abu Dahdah bormi? Haligi bog' bormi qo'rg'oni bilan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir bormilar? Hali fosiq bormi? Nima qoldi? Jannatdagi xurmo qoldimi? Kim yutdi? O'sha paytda qiyin edi. Birodarlar, hech qaysi qolmadi. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika bil jalali val ikrom. Yer yuzidagi hamma narsa foniy dedi o'tkinchi. Faqat Parvardigoringning buyuk jamoligina qoladi dedi. Birodarlar, Parvardigorning jamoliga yetadigan oyda turibmiz. Bu sezon. Bundan foydalanib qolaylik. Televizorni kamroq ko'raylik. Qur'on o'qiylik. Bir kunda bittadan harf o'qisangiz 30 kunda 28 ta tugatib qoidasiga tushib olasiz. Qur'on o'qishlikka. Bir kunda bir qator yodlaysiz, 30 qator yodlaysiz. Lekin qilmaymiz buni. Erta yiqlaman, indin yiqlaman. Rasululloh shunday chiziq tortdi. Mana bu dedi insonning orzu umidlari dedi. Va o'rtasidan shart bunaqasiga chizdi, bu ajali dedi. Shu ajal kelib qolguncha sezondamiz birodarlar. Foydalanib qolaylik. Dunyo mo'min uchun qafas, kofir uchun jannat birodarlar. Qafasda hech kim qolishini xohlamaydi agar uni qafasligini tushungan bo'lsa. Shunday emasmi? Agar qafasligini tushungan bo'lsak, bu dunyoda siz bilan bizga oxiratimizga tayyorgarlik ko'raylik va sezondan foydalanib qolaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.